Ushbu loyihamiz Agrobank Ulug'nor filiali hamkorligida Ulug'nor tumanida joylashgan Guliston mahallasidagi 194-kontur tanlab olingan. Konturimizni bo'yi 300 metr, eniga bo'lsa 320 metrdan iborat. Konturimiz umumiy yer maydoni 10 gektardan iborat. Bu yerga pomidor ekiladi. Bu yerda ekinlar issiqxona usulida parvarish qilinadi. Parvarish davri 70-80 kundan iborat. Parvarish davri davomida ekinlarga mineral mahalliy o'g'itlar beriladi hamda suv beriladi. Ushbu loyihaga 34 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 30 sotikdan yer to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Biofer ishlab chiqarish korporatsiyasi biriktirilgan. Bu loyihada gektaridan 80-88 tonnadan pomidor olish rejalashtirilgan. Shunda umumiy tonnamiz 850-880 tonnadan ziyodroq bo'ladi. Kelgusidagi maqsadimiz dehqon xo'jaliklar yerlarini ko'paytirib, kengaytirib, dehqon xo'jaliklari daromadini oshirish niyatidamiz.